Xaroylar, assalomu alaykum. Sizlar aytmayapsizlarmi? Kunida yaxshi o'tibdi. Bugun installyatsiya, ya'ni osmon unitasi bo'yicha ozgina bilganlarimni bo'lishmoqchiman. Bu professional zo'r santexnika emas. Endi sog'liqlidan so'z chiqayotgan yosh akalarga ma'lumotim shuki, ko'p joyda installyatsiyani qo'tirishayotdi, ya'ni devor ichiga qo'tirganda devor yuzi bilan mana yuzini bir qilib ketyapti. Keyin gipskartonchilar gipskarton qo'yganda bu yoqqa chiqib qolyapti. 1 sm kamida chiqib qoladi bittadan gipskarton qo'ysa. Kafilchilarning rassori butun devor ko'paygan bo'ldi. Shuni yaxshilab devordan yuzini 2 sm kirgizib yuborilsa, stenovoy gipskartondan ikkita qo'yilsa, devorni yuzi bilan bir xil bo'ladi. Kafil ham bir tekis chiqadi, gipskartonchi ham, kafilchi ham ortiqcha gap so'z qilmaydi. Hammaning ishi chiroyli bitadi. Yana suvga bitta okada ko'rdim. 5000 dollar rasxod bo'ldi, mana noto'g'ri qilingan adapter qo'yish xato deb video qildilar. Keyin nakit nogaki qo'yish kerak edi. U nakit nogaki mutlaq noto'g'ri narsa. Eng zo'ri mana buni turni plastik qo'yasizlar, xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Keyin montajni shinani ham devorni suvni o'zini olib tashlab turib, ichiga qotirsanglar, mana boltlar chiqib qolib, yana kafilchilar ham payaq bermaydi. Sog' bo'linglar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinda santexnikani boshlayotgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'ling.